Kanlar xayri bo'lsin. Bugungi hikoyani boshlashdan burun ozroq gapim bor edi olay. Mening hikoyamning ostiga odamning ko'nglini ilashtiradigan yilqi shulgaylari iqib qolgan, monqalar sanglab qolgan va yoki bir qo'rqinchli sat shunda bir badbashira bir narsalarning biyojinglarini yo'llamagan bo'lsanglar xafa bo'lmay. Ashunda biyojingni ko'rib qolsam, bir ikki qitim yuvitishi mumkin. 3-chi men davomli yo'llab qolsangiz, udullahi qo'yitmay menda ranjimang. Mening hikoyamni angliqsi yo'q-ku. Ma hikoyamni meni zanglik qilib mana bir narsa avatib qo'yibdi deb o'ylayman. Yoqtirmaganligi uchun mushta avatib qo'yibdi deblar. Shunlar haqiqiy aytma. Zod avatadigan narsa topolmasanglar gul yo'llab qo'ysanglar bo'laverdi. Yoki bo'lmasa odam xo'sh bo'lib qolgudek bir hikoyangiz nayt yaxshi chiqibdi. Bundan keyin texim tirishing va yoki hikoyaning miyarmanda bo'lib qolibdi degandek menga bir taklif fikringlar bo'lsa va yoki meni ilhomlantiradigan ishda gapiringlar bo'lsa yo'llab qo'ysanglar men xo'sh bo'lma. Unda qilaymigan biyojing yo'llamagan bo'lsanglar. Ma'qul emsa vaqtinglarni ap qo'ydim. Emsa hikoyamizni boshlab ketaylik. Bugungi birinchi hikoyani so'zlab bergan qiz vaqtini aniq demabdi. Qaysi bir kuni kechasi 2:30 soat 2:30 bilan tozaliq uyga chiqib, qaytib kirib, yetib, shunchalik bir qo'rqinish ichiga kiryapti-da. Shunda surbesib ketibdi, o'zim uqmaydigan. Ko'zimni yumishga jur'at qilolmadim deydi. Ko'zimda ichib yotsa, badani to'yuqsizlam qitib qopdi, qat'iy midiriltanmabdi. Andan endi bolasi bor ekan to'q, bolasini silkib uyg'otsa, bolasini uyg'onmabdi. Shu bolasini uyg'otish jarayonida bolasini ama yon tarafga qarab qopdiki, shu yerda shunchalik igiz put-qo'llari shunda inchga erkishi deb o'ylabdi hamdi. Shunda bir igiz soyining turganligini ko'ribdi. Badani midiriltanmagan bo'lgandan bu cho'qim kech xalqqa deb o'ylabdi. Lekin ma ko'z ochiq bo'lgandan keyin ko'zning qarchug'ini midirilta oladi ekan. Ma o'zining yon tarafiga qarasa, bir ayol deb bir kichik bolaga kiyim kiydirayotgan ekan. Tushum emas deydi, shunchalik aniq ko'ribdi. Badani midiriltanmay shunchalik qiynalib ketibdi. Bir vaqtda bir cho'chigandekli bo'pti. Ondan soat qarasa, allaqachon 3:30 bo'lib ketgan ekan. Demak, shu bir kishini, ondan yon tarafda bir ayol bilan bir kichik bolani ko'rganlik bilanla orliqdan 1 soat vaqt o'tib ketibdi. Birinchi hikoya tugdi. Ikkinchisi bo'lsa, necha yilning oldida Urumchiga bir qo'shnimiz deb bergan bir hikoyatni esim kelib qoldi, shuni so'zlab beray. Bu achish bir shaxsiyning 2 qavatlik bir qurusida o'ltiradi u vaqtlarda. Hozir u yalan chiqibdi. 15 yillarning oldida bo'lgan ish. Ikkinchi qavatida nurg'un uyliklar bor. Shuning birsida bu achish o'ltiradi. Ostidagi qurudimi hamda bir necha oyliklar bor. Buning ichida bir dadashning hamda kesil ig'irkanda yoz vaqtisiga uyda yotsam nafsim siqilib uxlayolmaydiganman deb taladagi karavotga o'rinsab yotgan ekan. Bir kuni yerim kechida ma achish obaniga chiqish uchun uydan chiqibdi. Uyning eshigini shundoq ichig'lam va past tarafdan bir odamning shunda cho'nqir bir nafas olgan ovoz anglab ketibdi-da. Har rasma past tarafda bir qo'shnimiz uxlayotgan tibirash bo'ldimi nima deb. "Aka, sizga bir ish bo'lmagandi?" deb so'rab. "Yo'q, ukam, meshni bo'lmadi, ati degan deb beray" deblam. Davomli uyqusini uxlab beribdi. Ati degan udadashning deb berishcha shu karvatda uyqusi kelmay yotsa, darvoza ichilibla qop-qora bo'ylari egiz ikki odam o'tdil kirgan petim bu dadashning gilni siqibdi-da. Bu galni siqqan qo'l xudiliqi daraxtning qo'ziqiga o'xshaydi ekan deydi. Daraxtning qo'ziqlari shunchalik qo'pol, qattiq, yirik bo'ladi-ku. Ma dadash u vaqtda butunlay uyg'oqga. Ma galni siqqan qo'lni ajratib etish uchun tutibdi u qo'lni. Tutibmishda tortibdi, lekin kuchi yetmabdi. Bu jarayonda u ikki soyining birisi endi qarab turibdi, yana birisi işte gilni siqib qo'yib turibdi. Ma achish u yerim kechida obaniga chiqish uchun eshikni ochgan shu zamon eliqi galni siqqan qo'l bo'shab, beliqi ikki soya keyniga burilib shunda tez suratda qo'ridan chiqib ketibdi. U dadash mushu ishni deb berib bir 3-4 kunlardan keyin qaytib bo'lib ketibdi. Ikkinchi hikoya tugdi. Aldirashchilikda ma to'rdashlardan kelgan hikoyalarni anglab, ularni yodlab olib, sizlarga so'zlab bergan vaqtim chiqmadi-da. Şoğumuş neçə yılın aldıda özüm bir yerden oku alğan iki hikayəni sizlərə sözləb berey. Bunun birincisi və ikincisi oxşaşlan bir ailə kişilərinin bir şəxə gəlişkə. Ularning uyi yezning eng chetidagi, u yerda faqat 2-3 ailəliklar barkən. Bu ailəliklərning orliqi ham jiroqroqqa. Ham bu bekli burun yuz bergan ishlarga, u vaqtda ularning uyi kesak tamliq uyda ekan to'q. Bir kuni bu uydagi ayol kech soat 8-9lar bilan ikki bolasini uxlatib o'zining uyqusi kelmay kechda gul tikib o'tirsa, eshik g'ij qilib ichilib, shu uchsiga oppoq uzun ko'ylak kiyib olgan, chochlari qop-qora bir ayol laylab kiribdi-da. Buni ko'rib, ma ayol hamda badani midirilta oladigan bir bulonga kirib tugilib o'tiryapti.
Yılqı oq kiyimlik ayol asta leylab kelib o'choqning oldida o'ltirib, ikki putini o'choqning ichiga tiqibdi. Shuning bilan ma o'choqning ichidagi o'chib qolay degan o't qaytadan tutishib, guldir qilib, xuddi bir nurg'un quruq o'tlarni o'choqqa tiqib, o't yoqqandek ashunda guldirlab kuyib ketibdi. Bu alomatlardan qo'rqib ketgan yilqi ayol ikki bolam uyg'onib qolmasa bo'ladi deb ularni texmi ching chumkab yepib qo'yib, yilqi oq kiyimlik ayol endi qandoq qilar deb shuningga sinchilab qarab o'tiribdi. U kech xalqi ayol shu putini o'choqqa tiqib ko'ydirib o'tag'andan boshqa hech qanday harakat qilmabdi. Keynigim qarmabdi. Ma bulongdiki ma uyning egisi ayol bo'lsa shunda qo'rqib shu ayolga qarab o'tirib, bek charchab ketgandan uxlab qopdi. Bir vaqtda ko'zini ichib qarsa, chiroq o'chirilmagan uyning ichida shu ikki bolasidan boshqa hech kim yo'q. Uf, hanim bo'lsa yiliqi kech xalqi ketibdi-da deganni o'ylab tursa, uyning ichidan bir ayolning uf degan ovozi anglanibdi. Bu ovoz nereden chiqayotgandi deb shunda to'rt atrofi qarsa hech kim yo'q. Lekin ma to'g'risi tarafda yilqi lim yog'och bo'ldi emasmi undaq kesak uylarning. Shu lim yog'ochning ustida shu oq kiyimlik ayol mushtaq tugilib xuddi qo'ng'oqqa qush qo'nib olgandek ishda tugilib o'ltirib bu ayol qarayotganka. Yilqi uzun qora chechi bo'lsa yeg sanglab turganka. Ma ayol hamdi damaliqqa uyg'onib, u ayolning uyat turvag'ini ko'mabdi-da, yilqi ovoz chiqqandan keyin ondan ko'ribdi. Bu uyqusizlik ham jiddiylashishda ham bu qo'rqinishda bu oq kiyimlik ayol endi qandoq qilar deb shundan qarab o'ltiribdi. U ayolmo mitir-sitir qilmay o'ltirdi-ka. Shundoq qilib ma uy egisi ayolning yana uyqusi kelib ketib, yana uxlab qopti. Shu uxlagancha atiyan uyg'onibdi. Yo'ldoshi jiroq bir yerda ishlaydigan o'xshaydi. Bir necha kunlargacha uyga qaytib kelib bo'lmaydi-ka. Asosligi uyda bolalar bilan o'z yolg'izkanda Әтісі кеш saat 8-9'lar bilan bolasini uxlatib, o'ltasa yiliqi ayol yana kiribdi. Yana ashunda o'choq putun tiqib o'ltiribdi degandek. Jimjit o'ltirib pat-pat uf deb ovoz chiqarib qo'ydi. Xuddi mening ma uyda borlig'imni unutib qolma degandek. Shunday qilib bu ayol ikkinchi kuni kechini ashunda qo'rqinish ichida o'tkazgan bo'pti. Üçüncü günü tong atgan vaqtda qo'shnisining uyiga chiqib, qo'shnisining ayoliga "Bugun kecha mening uyimda qo'nishmagan bo'lsangiz, mushtamishda ishlar yuz berib ketib bordi" debdi. U qo'shnisining ayoli xil qo'rqmaydigan, yuruk yugan ayol ekanda, "Ha, bo'ldi, qo'rqmang, men sizga qo'nish bermay, bugun kechda chiqay" debdi. Shuning bilan kun o'tiray deb qolganda qo'shnisining ayolimi chiqqan bo'pti. Ikkisi paranglashqash o'ltiribdi. Ikki bolasimi shu 8-9'lar bilan allaqachon uyquga ketibdi. Bu vaqtda endi mala oldinala tayyorlik qilib, qo'llariga pichoq, qaycha degandeklarni tutib olib, yiliq ayolning kirishini saqlab turibdi-da. Soat 9 yo 9:30lar bo'lgan vaqtda yiliq oq kiyimlik ayol yana ishini chiqib ichib uyga kiribdi. Bu qitim uydagi mashiksigimda qarab qo'yib, likkida sakraganda qiplanma uyning ustidagi lim yog'ochning ustiga chiqib o'tiribdi. Ma ikkisi qo'rqindan qiya-chiya chiqirib ketibdi. Lekin ikki bolasi xuddi g'ushidan ketgandek uyg'onibmi qo'ymabdi. Shuning bilan bu ikkisi deganning qo'rqib bir bulonga kirib olib yig'lab o'sha yerda qanday qilamiz deb qo'rqib o'ltasa, yiliqi ayol xuddi qushdek qo'nib olib o'sha zo'ngzib olib o'ltag'inicha qilcha ovoz chiqarmay o'sha beshini sangiltib o'tiribdi. Chochlari shunda uzunki, shoma chiroyini ancha ko'ngil bo'lmaydi-ki. Ma uyning bulongdagi ikki ayol bir-biriga tasalli berishib, yig'lashib bu yerda endi qanday qilamiz deb osta ovozda bir narsalarni deb yiliq ayolni tillab, qismi yiliq ayol ketmabdi. Bular işte o'ltirib yerim kecha bo'lgan vaqtda bularning uyqusi pek kelib ketib, işte o'ltag'inicha uxlab qopdi. Taxminan bir necha soat işte uxlagandan keyin tuyuqsiz uyg'onib ketib, yiliq ayol o'tirib olgan yerga qarasa yiliq ayol yo'q. Shuni bilan uf, hanim bo'z ketibdi ha deyishib bir-biriga qarab, hanim bo'z chiqib ketibdi deyishib tursa, ma o'zining beshining yenidilam bir qop-qora bir tutam chochning sanglab turganligini ko'ribdi. Beshini shunda ko'tirib qarsa, yiliq ayol dal mushlarning beshining uduldiki limda zo'ngzib o'tganga, uning chechi bularning beshining qishida sanglab turganka. U chechi hamda xuddi bir shoshidodek hattoki uningdimi sesiq ashunda bir puroq chiqarib turdi-ka. Qo'shnisining ayolining shunchalik ochiq kelib ketibdi-da, bu nima sesiq puraydigan chochlarini burnimizdan qishiq sangiltib o'ltirdi deb ochiq kelib chichidan tutib pastga tortib tushirib etmoqchi bo'lib, chichini tutib shundal julibdi-ka, qo'liga 5-6 tal choch chiqibdi. Yiliq oq kiyimlik ayolmi chir-char chiqag'inicha bir istek bir narsaga aylanib yo'qolib ketibdi.
Çaşını julvagan ayol, o çaşını derhallam yendi bir kitap bakkendik, şu kitabның arsı qısturып aptı. Yani keyin demesem bilsizlar, neçe ayda müşte çıkıdı o. Keyinden bu ayol neçe qıttım malana uyup kelip, çiçimni bədep yalvurup, çiçimni bəsən hiç qanday avladыңga çıkılmayma degендek qasam vədlən berip, mala çiçini qaytırıp berip degендek işler boptu. Bu işler ötüp ardın bir 2-3 yıllar ötkenden keyin bularning o kesek uyi 2 qizliqkanda bir yil yozda bu ayol bolalar bilan birlikda bir kuni kechisi shu mehmonlik uydilam yetib qolgan ekan. Bolalarga neriga bir tomning bulunga bir yerga o'rinsab berib, o'zima uyning o'ttirga o'rinsab yotgan ekan. Yerim kecha buga vaqtda uyimizning usti shunchalik taraqshib ketibdi-da, xuddi bir ot torbisi mangandek işte taraq turuq bir chaqlarning chugilab mush uyimizni besib o'tgan odamlarning taraqshib mangan ovozlari anglab ketibdi. Bu ayol xiyolda, o'tga o'xshaydi deb ichida bir narsalarni deb jimit yetibapti. Shu asnoda bularning uyda oldin qitimliq oq kiyimlik ayol kirgan. Kichik uyning o'gisi tarang-turung qilib, xuddi bir o'gis teshilib ketgandek bir kuchlik ovoz chiqib, kuchlik bir nur bu uyning ichiga tushgandek qilibdi. Shuna bilan bu ayol nimshib ketdi deb o'rnidan turib chiroqni yoqmay, ma cho'ng uy bilan kichik uyning o'ttirsidagi eshikni ozroq ichib marabdi. Qarsa bir 2-3 yoshlar chamisidagi qip-yalang'och bir bola ekan. Bu bolaning badani hamda nur chechib turadigan darajada oqqanda, bu bolani ko'ribla bu ayol hili qilakanda deb yana darhol yotqiniga kirib jimit yetibapti. Hiliqi kichik bola asta mengib ma cho'ng uyning eshigini ochib kirib, uddul mush ayolning qishig'i berib, yotqanni qayirib, bu ayolning dumbisidan quchoqlab jimit yetibapti. U kichik bolaning put-qo'llari hamda muzdekka xuddi hamda muzni tengib qo'ygandeklamka. Ma ayol nafas ilishqimi petinolmay ashunda jimit yetib ketibdi. Eliq kichik bola birdam u ayolning keynida put-qo'llarini bu ayolning dumbisiga yiqib yotgandan keyin xuddi put-qo'limni isitib olay degandek. Ondan asta yotqandan sug'urilib chiqib, bu ayolning dumbi tarafidagi yotqanlarni o'ngshab, u yotqanlarni mushtaq dumbisining ostiga tiqib hech qandaq bir yerdan shamol kirmaydigan ashunda yemlashtirib qo'yib, asta meni peliqi kichik uyga chiqib ketibdi. Bu orliqda endi ma ayol o'ylabdi-da, bu kech xalqining bolasiga. Bular endi Harvada o'tib ketib yetish jarayonida ma kichik bola Harvadan tushib qolib, ma uyga tushib ketgan o'xshaydi. Shundoq o'ylab tursa, heliqi kichik uydan shunda kuchli bir nur, bir paqirablam atrof jimit bo'lib ketibdi. Әтісі bu ayol әмді орындың тұрамай қапты-да, бүтін дүмбілері дегеннің ağırып. Andan balları vaynin boldan apa deb bu ayolның дүмбісini içip qarsa, şunçilik kökürüp ketkenke. Xuddi netçi adam şu kaltdek toxmaqlar bilan bu ayolның дүмбісіге küçep urgandek. İşte uya bu yerleri kökürüp hatta qardap ketken. Shundaq qilib endi ma bollari ma xo'shnisi doktor emasmi, shu doktorni chaqirib chiqqan bo'pti. Bu ayolmi shu og'riqda bir 2-3 kun yetib saqaygan bo'pti. Oxirida unda ishlam yuz bermabdi. Bugungi hikoyam shada tugidi. Yoqtirgan bo'lsanglar, yurak berib saqlab olishni unutib qolmanglar. Do'stlaringlarga ko'proq taqib qo'yinglar. Anadagi men boshda degandek shu biyochin yo'llaydigan ishqa bek diqqat qilgan bo'lsanglar,